Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Kattaqo'rg'on shahriga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar. Avvalambor barchangizni yurtimizga kirib kelayotgan 2026-yil Yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan shahar hokimligi nomidan muborakbod etaman. Albatta yangi yilni kutib olarkanmiz, o'tgan yilga bir sarhisob beramiz va dasturxon atrofida yaxshi tilaklar bildiramiz. Ezgu niyatlarni bir-birimizga bildirib, mana shu dasturxon atrofida yangi yilni qutlab kutib olamiz. Albatta 2025-yil ham Kattaqo'rg'on shahri uchun butun yurtimizda bo'lgani kabi juda katta yutuqlarga erishdik. Shahrimizda barcha yo'nalishlarda bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko'rsatkichlarimizda ham talaygina yutuqlarga erishdik. 2026-yilda esa mana shu erishgan yutuqlarimiz sermahsul bo'lishini tilayman. Avvalambor yurtimiz tinchligiga ko'z tegmasin. Xalqimiz farovon, oilalarimizda tinchlik, xotirjamlik hukmron bo'lsin. Aziz farzandlarimiz baxtimizga hamisha omon bo'lishsin. Keksalarimizga umr, yoshlarimizga omad bersin. 2025-yilda ushalmagan barcha niyatlarimiz, istaklarimiz va tilaklarimiz 2026-yilda ushalsin. Barcha xonadonlarga qut baraka, dasturxonlarimizga to'kin sochinlik tilayman. Yangi yil barcha xonadonlarga baxt, saodat, omad, yutuqlar olib kelsin. Aziz hamshaharlar, yangi yilingiz muborak bo'lsin.